xalqarалық do'yin, ya'ni TikTok yoki boshqa chatning yumshoq detallarini tushirsa qonun xilofmi? 下载使用推特、国际版抖音或其他境外软件违法吗？ Xitoyning Uyg'ur diyordagi saqchi doiralari maxsus videolik uqtirish tarqatib, rayondagi tor abonentlarini TikTok, X yana burunqi Twitter, YouTube, Bitcoin qatorliq ijtimoiy aloqa applarini yuklamaslikni, yuklaganlarning qonuniy javobgarlikka tortilganligini ogohlantirdi. Qatorliq chatning yumshoq detallarga tizimlab kirish, har xil VPN surat tezlashtirgich va kelib chiqishi aniq bo'lmagan ulanmani chekib kirish, mavhum pulga mablag' solish mashg'ulotiga qatnashish, chegara sirtidagi tor bekatlarni ko'rish, xabar ko'rish, cho'lpon qo'g'lishib teatr ko'rish, material izlash qatorliqlarning hammasi to'soqdan atlab to'g'ri chiqish qilmishiga. Uyg'ur diyoridagi jamoat xavfsizlik tarmoqlarining do'yin qatorliq ijtimoiy aloqa suplarida tarqatgan e'lonlarida ogohlantirilishicha, agar tor abonentlari yuqorqi ijtimoiy taratquv applarini qachilasa qo'lga olindi ekan. 15 ming jarimani qo'yilib, ijtimoiy ishonch kreditidan 40 nomer tortildi ekan. Xitoy hukumat amaldorlari TikTok, X yani Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube qatorliq ijtimoiy aloqa suplarida hisob ochib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgakni inkor qilishda keng foydalanayotgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur diyoridagi jamoat xavfsizlik tarmoqlarining uqtirish chiqarib, tor abonentlarini ogohlantirishi. Bo'libmi Xitoyning ByteDance, ya'ni Zijia Taodong shirkatiga qarashli TikTokning chet el shirkatlari qatorida ogohlantirishi diqqat qo'zg'amoqda. Rayondagi Xitoy jamoat xavfsizlik tarmoqlarining bu ogohlantirishi Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining o'tgan hafta maxsus yig'in chaqirib, Shinjongga munosabatli maxfiyatliklarni qattiq qo'g'dashni talab qilishining orqasida e'lon qilingan. Xitoy doiralarining maxfiyatliklarni qattiq saqlashni talab qilishi va orqadan jamoat xavfsizlik tarmoqlarining to'g'ri abonentlarini ogohlantirishi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan Xitoyning buningga oid texnik ko'p dalillarning oshkorlanib ketishidan andish qildiganligini ko'rsatadi deb qaralmoqda. Buning oldida rayondagi jamoat xavfsizlik tarmoqlari Oltay, Cho'chak, Oqsu qatorliq joylardan nurg'un kishilarning to'rda o'sak so'z tarqitish bilan ayblanib jazolanganligini bildirgan. Jamoat xavfsizlik tarmoqlarining ogohlantirishicha, rayondagi to'r abonentlarining mayli qanday maqsadda bo'lsin, chegara sirtidagi to'r bekatlariga kirishining hammasi to'saq atlab to'rga chiqish qilmishi hisoblanadi ekan. Cho'qim ishlatish kerak. Har qanday o'rin va shaxsning xalqaro to'rlashtirish uchun boshqa kanal qursa yoki uni ishlatsa bo'lmaydi. 6-moddadagi aloqador belgilamalariga xiloflik qilgan bo'lsa, jamoat xavfsizligi organi to'rlashtirishni to'xtatishga buyurdi hamda ogohlantirish berildi. Qo'shimcha 15 ming yuandan tuan jarimani qo'yildi. Qonun xilof tafovutli bo'lsa, musodir qilindi. 3-chi jamoat xavfsizligi sizni eskartadiki, mayli qanday maqsad bilan bo'lsin, o'zingizni qo'llash uchun hargiz to'saq atlab to'rga chiqmang.